Hozir sizga PCG logotipini yangilash tarixini gapirib beraman. Ibrohim aka bilan gaplashib turganimizda logotipimizni yangilab bering dedilar. Suhbat jarayonida mavjud dizaynlardan qoniqmayotganliklari, bir xil dizayn uslubi yo'qligini aniqladik va logotip tayyorlashga kirishdik. Tayyorlagan logotipimizda yozuvli uslubni saqlab qolib, brend rangini biroz yangiladik va ilm ulashish g'oyasini aks ettirdik. Aynan shu vizual fokus, o'sish, baraka va tadbirkorlarga uzoqni ko'rsatuvchi mayo g'oyasini bildiradi. Yagona dizayn uslubi, ya'ni identika ham bu g'oyani to'ldirish uchun xizmat qiladi. Mijozimizga tayyorlagan ishimiz manzur bo'ldi va biz haqimizda quyidagicha fikr bildirdilar. Mountain jamoasini asoschisi Bekzodjon mas'uliyatli, va'dasi ustida turadigan, ishini professional darajada qiladigan inson deb bilaman va buni misol deylik o'zimizni faoliyatimiz jarayonida ko'rdik va hammaga bu kompaniyani xizmatlaridan foydalanishni tavsiya qilamiz.